Subsidiya kvartira qidirib yuribdingizmi? Men sizga eng xodovoy razmerida taklif qilaman. Bir xonali kvartiralarimiz 38 metr kvadrat, ikki xonali bo'lsa 58 metr kvadratda. Qarang, 5 etaj dom, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi etajdan bor. Narx-navosini oldindan aytaman. 1 metr kvadratini 1-chi, 2-chi etajlarimiz 7 million so'mdan. 3-chi, 4-chi etajda bo'lsa 6,5 million so'mdan, 5-chi etaj bo'ladigan bo'lsa 1 metr kvadratini 6 million so'mdan taklif qilamiz. Yana zo'r yeri bor-ku. Bir etajda 4 tane kvartira bor, 3'si 2 xonalı, 1'si 1 xonalı. Yine 3 tane 2 xonalini ham 3'si 3 xil planirovkada. Ko'ngingizda tikkatidan uni saylab olaverasiz, lekin tezroq harakat qiling. 40 tane kvartiradan aytga bir 18 danalasi yoqaldi yoqamadi. Men siz hozir 1 dana 2 xonalini obzorcha qilib beraman va 1 dana 1 xonalini ham obzorcha qilib beraman. Ketik. City'ning eng qaynoq nuqtalaridan birisi, eng ko'p avtobus marshrutlar o'tadigan tochka. Baqcha maktab bilasiz, bu yerda muammosi yo'q. Bu yo'l to'g'ri Shohla chiqadi. Bu yerda imzo zavod. Shu yerda gazi bor. Gaz ulangan. To'g'ri, City'dan ko'pchilik domaz gaz bermayaptilar, lekin bu domda gaz bor. Hadiza girishingiz bilan bir приятный emotsiya beradigan, oyoq kiylari mramor, divorlar bo'lsa travertin ham qo'lto'donlari damir emas. Chistin nержавейкадан qilingan. Ko'rtirganingizdek, bir etajda 4 tane kvartira, 3'si 2 xonali, 1 danasi bo'lsa 1 xonali. Men size 2 xonaldan birini obzorcha qilaman hozir. Ne deydi? Girishingiz koridor kengina olingan. Girgandan 10 qo'lda birinchi xona oshxona sifatida qoldirilgan. Yanasangiz birinchi xonasi. Normal kattalikda xohlasangiz zal, xohlasangiz spalnicha qilib beraverasiz. Divorlar rotbond bilan oqartirib chiqilgan. Bo'lsa ikkinchi xona. Ne deydi? Menimcha beni spalniya deb olganingiz ma'qul, chunki yonida sanuzuli bor. Sanuzul ham normal kattalikda 2 ga 220 bo'lishi kerak. Razmeri Yuring, bir xonali bir obzorcha qilib beraman. Bir xonali kvartiramiz. Yurtimiz koridor keng olingan, rasmiy keng olingan 2 metr bor, undan ham o'tmasa. Birinchi xonasi bir oshxona sifatida ketadi. Zo'r yermadimi? Gaz bor bu domda. Gaz ulangan. Bu ham esa umumiy xona. Spalni, zal sifatida foydalanib beraverasiz. Menga yoqqan yeri sanuzuli вообще katta olingan. 180 2 metrdan ham ziyodroq bu. Короче, pastda telefon nomeri qoldiraman, qiziq bo'lsa bemalol bog'lanib, kelib xarid qilib beraverasiz. Muborak bo'lsin.